alaykum Nurbek obunachilari. Navbatdagi ramashki posonimizdagi ishimizni obzorini qilib beraman. Akril materiali bo'ladi bu ishimiz. Kanalimiz yangiligi uchun podpiska like bosishni unutmaysiz degan umiddaman. Narxini oxirida aytamiz. Xo'p. Tumbichkalariga keladigan bo'lsa, tumbichkalari ham ikkitadan tortma bo'lib ishlangan, tepalari aynalik, bosh tomonlari ham machalka mягкий bo'lib ishlangan. Matraslarimiz ikki tomonlama. Xo'p, spanli detallariga keladigan bo'lsa, spanli detallari ham qo'lni somda bo'lib ishlangan. Ikkinchi shkaf qilib foydalansanglar bo'laveradi. Oyoq tomonda sofalarigacha bor. Xo'p, spanligimiz tumbadan tumbaga tushadigan joy 275 joyga tushadi. Trimoyimizni ham ko'rishingiz mumkin. Trimolarimiz ham to'rttadan tortma ishlangan. Aynalarimiz sensorli aynak, 3 xil svetda yonadi. Davchi mexanizmlar bilan ishlangan. Ishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib materiallar o'tib, chiroyli qilib qo'yilgan. Xo'p. Buni yoni ham, trimo yoni ham ancha katta bo'lib ishlangan. Shkafimizga keladigan bo'lsa, shkafimiz 240 ga 210 bo'ladi balandligi. Женский, мужской vishilka polkasi отдельный bo'lib ishlangan. Bu tomonimiz mужской tomonga. O'rtamiz sef, polka. Ko'rishingiz mumkin. 100% to'g'ri kirovka bo'lgan. Bu tomonimiz mужской tomon. Turbalarigacha bor. Yotoqxona naboriga nimalarimiz keladi? Shkaf, trimo, bir jup tumba va tabletkasi bor, обязательный, и sofasi. Bu ishimizni vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib joylab berishimiz 9 million bo'ladi. Kanalimiz yangiligi uchun podpiska like bosishni unutmaysiz degan umiddaman. Hammaga rahmat.